sizlarni pulinglarni ancha ekonom qiladi va arzimagan pulga tarixida sinovdan o'tgan brendini ola olamiz. Bugun sotuvimizda Kia Soul чистый elektromobil 2019-yil probeg atiga 100.000 kilometr Koreyadan primoy postavkada kelgan. Bu modellar 64 kilovatli batareya bilan chiqishini bilmagan ekanman. Yurish masofasi 450-500 kilometrgacha ekan. Salonni ikkinchi qatoridan boshlaymiz. Orqaga отдельный подогрев сиденья bor va полный salon kojadan qilingan. Salonga o'tirganimizda mana bizda vid shunaqa ochilyapti. Bu esa eng богатый komplektatsiyalardan biri. Carel sistema akustichskiy o'zini subwooferlari bilan, shtatniy displey kompyuterlari bilan, tomimizda lyuk mavjud, multi-rul, multi-tablo, a также подогрев va обдув сидений va подогрев ruля, datchik polasi, datchik slippery zone, plus head-up displeyimiz ham mavjud. Uncha Kia'dan bu narsa yo'q, tim более Soul'da. Podarka uchun juda ham zo'r variant. Uydagilarga olib bersanglar, oilaviy olib yurishga juda ham ma'qul. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 18.900 ga olishinglar mumkin.